Yo, nima gap, bolalar, hamma tinchmi? Endi uxlayman deb turganingda Telegramdan tring deb SMS kelgan bo'ladi. Shunday qarasang, Instadan trek kelgan bo'ladi, yo. What the fuck desam, nima bo'layapti biletdi. Xullas, uyquni qochirib yubordim. Tak. Hammaga salom do'stlar, rap kanaliga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'ochda xursandman. Do'stlar, bugun ajoyib bir reaksiya videosi bilan qarshingizdaman. Men esa kirishni cho'zib o'tirmayman do'stlar. Bilasiz, har doimgidek kichik introdan keyin sraz reaksiya videomizni boshlayman. Do'stlar, men reaksiyani boshlagunimcha kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Video yoqsa albatta like bosing va kommentlarda har doimgidek o'z shaxsiy fikringizni yozib keting. Xullas, do'stlar, Instadan trek chiqdi va undan oldin anaqadan boshlaymiz. Birinchi Hayot ergizishdi va Instarda battle bo'lib o'tdi, bilasiz do'stlar. O'sha trekda eshitamiz. Keyin esa Instardagini eshitamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Ukam, gap sana. Va do'stlar, bu battle bilishim bo'yicha juda ham ko'p muhokamalar va tortishuvlarga sabab bo'libdi. Sababi esa do'stlar, Instarda studiya tarafda qandaydir texnik muammolar bo'lganligi sababli trek limiti kam bo'lib qolibdi va menga kelgan xabarlarda aytyapman do'stlar va Hayot R23 dan muhlat vaqt so'ragan vaqti bermaganligini aytib o'tdi va bu battle, ya'ni u vaqt berilmaydi, aytilgan sanaga, aytilgan kuniga, aytilgan daqiqasiga trek topshiriladi debdi. Va bu battle do'stlar hakamsiz bo'lib o'tibdi. Tayyormisiz? Böyle. 1 minut. Va do'stlar, bilasiz, men unaqa battle anaqalarga tushunib o'rmayman. Temalarga tushunib o'rmayman. Shu sababli unaqa ikir-chikirlarga aralashib o'tirmayman. Men o'zimni ishimni, ya'ni o'zimni reaksiyamni qilaman. Treklarda eshitaman. Menga yoqdimi, qayeri yoqdi, qayeri yoqmadi, shularda gaplashib o'tamiz. Ketdik, gapni ko'paytirmaymiz. Let's go. Qanchalik kuchli zarba bera olishingda emas, gap san qanchalik zarba ko'tara olishingda. O'sha zarbalardan keyin yana oyoqqa turib, yana oldinga bora olishingda. Agar senga hali hech kim qattiq zarba bermagan bo'lsa, unda bugungi gap birdaniga o'zingni qirol deb o'ylab qolishingda. Men seni kuzatdim, sendagi muammo bitta. Boshqalarning yutuqlarini ommaga oson deb aytib, yolg'iz qolganingda yaratganga nolishingda, hammadan orqada qolishing dard, azart, g'azab, sen yomon ko'rgan reperlarga go'yo har doim maza, stress, depressiya, bular hammasi xuyna. Sen hali xonangda izlab topolmaganingga qilib ko'rasan ta'zim va muntazam davom etasan. Xayolingda shaytonlar ham azada va o'zingcha hayotingni yangilaysan, ammo befoyda, hech narsa o'zgarmaydi bu shaxsiy bazadan. O'zingni alda olmaysan, o'zingni izlaysan, topolmaysan. Bitta gap kam, ikkitasi ko'p, asabiy bo'lib qolasan. O'zingdan qochib yurasan, ammo baribir tunlari o'zingni o'zing topib olasan. Mana senga paradoks, instarsan, arosatdasan. Texnikani bergan xudo qisgan farosatda seni chort. Sen texnikani bergan u farosatda qisgan seni deb. Sen arosatdasan, texnikani bergan xudo qisgan farosatda seni chort. Sen hammani ko'ra olmaysan, kim nimanidir zo'r qilib qo'ysa sen o'shani qila olmaysan. Lekin men bemalol qilaman deb karillaysan, odamlarni aldaysan, amalda sen bitta ham gapingga javob bera olmaysan. Chunki sen mansan, kopiya meni yoshligimsan, o'ta ketgan mansan. Bu ketishda sen bo'la oddiy odam bo'la olmaysan. Qanaqa 60 ta battle, qanaqa 60 ta g'alaba bilan kim bo'la? Yarimi minor fanati, yarimi maktab bolalari yoki talaba. Minor deyapman, minor deganiga. Instarda bilasizlar do'stlar, 60 nechta dedi? G'alaba bilan kim oddiy odam bo'la olmaysan. Qanaqa 60 ta battle. Do'stlar, bu yerda Instarda
60 ta battle'da g'alaba qozonganligini aytib o'tyapti va ularda yarmi minordi fanatlar edi, yarmi kim u hali yosh bolalarni yutib, ya'ni o'sha darajaga yetdingmi, ya'ni normalniy raqib bilan battle qilmading deganday aytib o'tyapti. Qanaqa 60 ta g'alaba bilan kim ular? Yarmi minori fanati, yarmi maktab bolalari yoki talaba. Sen battle rapda nolsan, faqat ovozing bor ekan. Lekin Instarda normalniy battle'larni eshitganmiz do'stlar, bilasiz, reaksiya ham qilganmiz. Yaxshi battle'lar bor albatta. Lekin 60 ta battle'dan eshitgan bo'lsam 10 tasini eshitgandirman, lekin men reaksiya qilganlarimda aytib o'tyapman. Albatta eski battle'larni ham tashlashib turadi, bolalar orada eshitaman. Lekin hech sanab ko'rmagan ekanman, nechta battle trackini eshitganligimni aniq ayta olmayman lekin. Tan olaman, lekin senda punch yo'q. Men ham ichsam Luboyni sikaman deb baqtan olaman. Tavba yo'q, kelishib Men ham ichsam senda punch yo'q. Men ham ichsam Luboyni sikaman deb baqtan olaman. Tavba yo'q, kelishib battle qilmoqchi bo'lgansan, o'z akangga ishonmagansan. Bila, ishonlagansan taningga va battleda yutib qanaqa qilib nishonlagansan. Taningga lagansan. Family'dagi bitta ikkita bolalar bilan ham uncha kelisha olmay qoldim. O'shaning uchun ketaman. Battle ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Chiqib ketaman jalab. Nima desam bo'ladi? Bunaqa family'dagi bolalar bilan unaqa urushib qolib, u yoq bu yoq bo'lib talashib qoldik. Lekin gruppadan nimadan chiqib ketdim. Kimsan? Bu qachongi zapis bu? Family bilan orasi yaxshi bilishim bo'yicha. Sen avazi yutaman deb o'z oilangni sotgansan. Allo, Jam Family, bu bola sizlarga isnot kasal. Yana bitta fakt bor, sani sirlaringni ochadigan sal. Uy yoki ko'cha desa sen ko'cha degansan. Do'st yoki oila desa oilani tanlab, ammo na uy na ko'cha aniqmas. Menimcha sen tez ko'cha degansan. Senga ishonch yo'q, sen krisasan. Yo unaqa emasmi? Unaqa bo'lmasa nima? Oilang ko'chadami? Unaqa ham bo'lmasa sen tanlagan ko'cha nima? Uylaringning ichidami? Oilani qo'shma Voy billa, pansi dahshatlari ketyapti lekin buni. debsan, o'zing qo'shib bo'lgansan, u labelingni nomiga qara, chiroyli yeb qo'ygansan. Ishonsanga vaqt ajratib intervyudan o'rgansan, Luboy kelsin debsan, sen bu hayotdan to'ygansan. Отвечаю, trekingni eshitdim bir marta, tabriklayman. Endi seni o'zbomdan ko'p eshitganman. O'zbomdan ko'p eshitganman. Va anaqa trek o'ta tushunarli lekin bor, o'ta tushunarli, tixi, ya'ni old school havosi bor trekda. Eshitgan odam, o'lik odam ham tushunadi bu trekda bor. Trekingni eshitdim bir marta, tabriklayman. Endi seni o'zbomdan ko'p eshitganman. Aytgancha 800 ta muxlislaringmi bilmayman, yoki seni so'kkani kelganlar qolib ketishgansan. Anaqa gruppasidagi odamlarni sonini aytyapti bu yerda. Nima qilgan bo'lsam hammasini qilib kepsan. Nima degan bo'lsam debsan, lekin qirolman dema, qo'ttog'imni yebsan. Little Mo, Lil Gangsta, Carleon va yana kimlarnidir murdalari qatoriga otvoraman seni bepsan. Hayotda 23 ga qarshi 2 soatda tekst yozasan, oxiri o'zingga ham o'zing ishonmay qolasan. Yo rostdan, kimga foyda bu yolg'onlardan? Sen bir kun to'chna aqldan ozasan. Men senga bir hafta tekst yozdim, ishon xursandman. Senga nisbatan meni qalbim tozasan. Men rap, sen treksan. Man King Arturman, sanchi soxta qirol Mordredsan. Battle rapda man Picasso, san man chizgan portretsan. Xullas itam tanimasdi, endi mana san trendsan. Professorman debsan, bu fanda menimcha ikkinchisan. Man qirol hayot birinchi, san hayot ikkinchisan. Bolam bilan battle qilib. Beat o'zgardi, beat switch bor. Va ikkalasining ham ismi hayot bilasiz do'stlar. Shu joyida aytayaptiki, men birinchi hayot, sen esa ikkinchi. Man qirol hayot birinchi, san hayot ikkinchisan. Bolam bilan battle qilaman deb o'ylamagan edim. Men u bilan bolaligida ham o'ynab. Shu bolam deb sirazi. Ikkinchisan. Bolam bilan battle qilaman deb o'ylamagan edim. Men u bilan bolaligida ham o'ynamagan edim. Mayli bir kun hali meni topadi degan edim, ammo bugun bu bolaga bo'laman degan edim. Istar bola mehr istab, bugun optasin istar chiqqanmidi esdan, freestyle topib beradi onasi playlistdan. Nega meni otim bilan battle'da bu bolani 1 minut. Onasi, otasi degan narsalar ketyapti. Qanaqa qonun qoida qildinglar? Istar chiqqanmidi esdan, freestyle topib beradi onasi playlistdan. Nega meni otim bilan battle'da bu bolani bugun bu bolaga bo'laman degan edim. Istar bola mehr istab, bugun optasin istar chiqqanmidi esdan, freestyle topib beradi onasi playlistdan. Nega meni otim bilan battle'da bu bola nima kutasizlar, bu bot terroristdan. Mana nol freestyle restart paydo bo'lding yana ofisda. Istar oddiy bitta kristal, ammo doim diamond no name la bilan dista. Bu real safe Albert de Morser, faxrman Graf Monte Cristo. Farqi yo'q artistan, afiristan, hasta la vista baby. Wingerman degan instar yeding, you ready man, Messi track artista. Boladagi bu daraja Diego Tristan, ego Cristiano Lego, no problem
mag'rib bu fast flow bilan birga dahoya punch bor bilasam sanchmoq kimsan men uchun bir umr ta'zimdagi SpongeBob mana battle rap man oldim merosman bosman tekstlar rostlan itti nahoy qaytib qadamini bosman Tekstlar rostlar. Flowlar ham dahshatli ekan, flowlar. Gap yo'q, yaxshi. Manda fakt yo'q deb o'ylama xafa bo'lmasan rap bermassan yana xorazm ovozi bu sanamassan qara kim bilan chalar rap bermassan bu nimasi yoki sana ovozing pastmi menga qara suka rasman bu yakun emasmi qanaqa battle rap king bo'ldi bor uyga mas bo'lib Toshkentda tunamasdan bitch yo'bani dich men bilan battle'da diagnozi paralish murdasan qabrdamas mana stolda yotibsan tepingda kamina Leonardo da Vinci bu sana davring chiq mana ringga bo'rte istaganingcha ammo omma danger foydasi yo'q rejasan panchima kimdan bilgansan birinchi battle mana bu mana haykalim instarni muddasi mana bu hayot soxtasi emas battle'da hammani otasi emas Lekin bu anaqada fast flowda punchlar kamday tuyuldi. Menga qandaydir shunaqa tuyuldi. Boyagi naborot texi o'qigan joyida ko'p punchlar bor edi menimcha. Bu versga qaraganda. Bakku maydon to'la murdalar bari burdalanib bu raqibam qo'liga qurol ololmadi uddalab bola bosolmadi qadam ter oqadi tovon qadar bo'ldi bu do'zaxda qolasam bu infaturama qo'lima qoningga botirib yozdim nomingga xotira tanangni har tomonga otaman bu boringga xotima ketdi boshing yotilib go'shting jahannamga sotaman qotilmas suyaklaringni uyda dorimga tortaman undertakerman ukamandan bekinman man dafn qilaman sani bu tabiiyki tekinman mahorating bilan ke yutqizgandek eman man jasad oralab yuraman xuddi suzgandek eman rapperlarni yeyman deganlaring nima qildi yaqinda underground rapper man orqali hamma yaqildi kutilmaganda bu show nimaga hayron hamma aslida bu hammadan boy aqlda tavba qildi Yaxshi, zo'r lekin anaqani ham obloshkani ham cho'tga yasalgan, mehr berilgan to'g'rirog'i. Normalniy. Hayot R23 da adashmasam birinchi mana shunaqa battle trackini eshityapman. Bundan oldin Taning bilan fitini eshitgandik. Yillar bo'lib ketdi adashmasam. Va demoqchi bo'lganim bu brat normalniy narsa qilgan, faqat Instagramda anaqa videolar o'ta lekin xunuk to'g'risi tarqalib ketgan videolar anaqadagi face to face dagi. Lekin ko'ryapmizki aslida yaxshi ishlar qila olar ekan aslida. Ammo face to face dagi anaqalar o'ta cringe edi. U versus oxirigacha ham ko'rmaganman to'g'risi face to face'ni. Lekin o'sha Instagramda aylangan joylarni ko'p ko'rganman. To'g'risi o'ta cringe edi. Mana bunday narsa bo'lganda ko'pchilikni fikri o'zgargan bo'lardi bu bratga qarshi deb o'ylayman. Sana dushmaning minor mana dushmanim hamma menga mos raqib hali tushmadi ha Seni dushmaning minor, men dushmanim hamma. Papa kulmani yutgan edi lekin men qaytdim Phoenix qushman axir bilasanmi nega bu battle'da men hayotda hech narsa kelmadi qo'limdan ko'p narsa qildim yoqmadi bo'lmadi mana qaytdim o'zing chiqding birinchi yo'limda san men kabi bir kun ketasan va ketdim deb har kun yangi reja tuzasan qara sandan boshqa hammani bordir ertasi yana men kabi sanam vadani buzasan mendan battar raqib tomon otilib mendan ham arzon pullarga sotilib qaytasan battle'ga ana shu paytda men aytaman welcome o'z baxtini qotili borib uzr so'ra arrangerdan u sandan yuqori darajada san u bilan battle'da eski qatorlar bilan finalda sanga nima bor o'jalab hurmat talab suka hammani aldab asli Lekin arranger bilan battle'da ham instar yutuvdi. Adashmasam reaksiya qilib. uzr so'ra arrangerdan u sandan yuqori darajada san u bilan battle'da eski qatorlar bilan finalda sanga nima bor o'jalab hurmat talab suka hammani aldab asli u ol sanga bu martaba sani chempion qilganman xato qilganman nega mana jangda yana bir martaman menga poxu sanda qanaqa stil poxu yana bor kimlarda qasding agar hozir menda lolo bo'lganida bir daqiqaga ham yaramasding umringni yarmini menga Lolo bo'lganda bir daqiqaga ham yaramasding. Bu yerda kimni nazarda tutilyapti Lolo deb? qarshi battle tekstini yozishga sarflading san uchun meni bir hafta yozgan qatorlarimdagi hamma harflading Ko'p punchlarni qochirib qo'ygan bo'lishi mumkin do'stlar, chunki R23 da o'zi haqida ham ko'p anaqam yo'q ma'lumotim va komandasi haqida ham ko'p ma'lumotim yo'q va kimlar bilan battlashgan, dislashgan bu haqida ham ko'p ma'lumotim bo'lmaganligi uchun do'stlar ba'zi joylarni qochirib qo'ygan bo'lishi mumkin, ya'ni punchlarni nazarda tutyapman. Shuni ham inobatga olsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Sanda qanaqa
qadar jumlachalar bilan bo'ldi befoyda hamma hujumlachalar mana man bilan birga qalban Lingerno san bilan benom jinvachalar ma'nosi nima bu taxallusini instar qanaqadir yulduz ichidami ko'rinmay ketasan hayot nur taratsa san uchun bir umr kunduz ichida Instarda anaqasi nima dedi? Ma'nosi san bilan benom jinvachalar ma'nosi nima bu taxallusini instar qanaqadir yulduz ichidami bu haqida Instar International Star deb aytib o'tib ketgandi. Uzatilishi, ya'ni ochilishi ismi. Ketasan hayot nur taratsa san uchun bir umr kunduz ichida 5 yildan beri o'zim bilan o'zim raqib bo'lib har kun kurashaman men bilan birga hasadim yashab ketdi meni tashlab hayot nur yashamadi agar imkon bo'lsa 16 yoshli o'zimga men maslahat ulashaman bugun aniq bilaman unutmasan ham hayotda rohati bu nashaman ko'rdim hammasini bo'ldim davralarda to'rda hammasalan to'ru qafasida to'ldi bag'rim ba'zan bo'ldi aza o'ldi yaqinlarim so'nggi yo'lda hammasidim o'zimda mas edim har doim nimalarnidir ta'sirida hamon hayot bilan yosh tanishgaysiz xabari bor million ta'siridan Do'stlar, lekin boshidagi vers bilmayman qandaydir birinchi eshitganligim uchunmi bu reperni birinchi marotaba eshitganligim uchunmi boshidagi vers bu o'rni boshqacha bo'lyapti qandaydir. Qolganlarda ham tamom flow o'zgartiryapti. Fast flow ham yaxshi edi. Fast flowga ham maza qildim. Lekin boshidagi anaqasi kirib kelishi cho'tki edi. Boshdagi vers. Ta'sirida hamon hayot bilan yosh tanishgaysiz xabari bor million ta'siridan bilaman bu fanatim yarasin bugun men haqiqatga tik qarasam o'zim qurgancha qasrda umrbod o'zim qirol o'zim asir edim bilaman bu yaratilgan asar ma'nosi hayotga qaratilgan asli agar men harakat qilganimda hatto taqdir o'z so'zini aytolmas edim qo'ldan kelganicha tarbiya qildim menga hayotdan har kun zarba yiqildim men ham senga o'xshab mensimaganlarim o'rin egalladi hayotda ko'rdim bildim menga kelgan takliflarni soxta deb men bariga tupurdim tasavvur qil meni dushmanlarim tilmay yugurdim men esa bir joyda turdim o'zimga yengildim o'zimga yutqazib o'z taqdirimni o'z qo'lim bilan yana o'zimga tutqazib oxir oqibat Bu yerda pol Instarga maslahat berilib ketyapti. Ya'ni men senga o'xshab ko'p xato qildim. Ya'ni aslida meni yoshligim ham xuddi hozir sendaqa edi deyapti. Men ham ko'plar katta ketganman, ko'plar bilan battle qilganman, ya'ni jang qilganman. Ko'p narsaga erishmadim deyapti. Ya'ni aslida bu yerda bir maslahat berib o'tib ketyapti Instar. hayotda ko'rdim bildim Faqat u joylari emas, aslida men endi tepib qoldi-da menga. Aslida boshidan beri mana shu oxirgi vers Instarga katta maslahatdek ketyapti. qildim men ham senga o'xshab mensimaganlarim o'rin egalladi hayotda ko'rdim bildim menga kelgan takliflarni soxta deb men bariga tupurdim tasavvur qil meni dushmanlarim tilmay yugurdim men esa bir joyda turdim o'zimga yengildim o'zimga yutqazib o'z taqdirimni o'z qo'lim bilan yana o'zimga tutqazib oxir oqibatda meni fanatimni o'zimga teng bildim olam panohidim sandan oldin romanda xavotir olga hamma qoldi lol taxtu ravonga san da'vogar zarbalar havoga kelunda mandan oldi san men kabi bir kun kelasan bu qasrda bir umr zindonband bo'lasan unutma agarda yashaging kelsa men o'lganimda men bilan san ham o'lasan Okey. Do'stlar, bilaman bu trekni mendan oldin eshitib bo'ldingiz siz. Men endi eshitdim va fikrlarimga kelayotgan bo'lsak, trek haqidagi fikrlarim yomon emas. Trek menga yoqdi do'stlar. Panchlari ham joyi-joyida edi. Limit ham yaxshigina limit edi, ya'ni 8 minut 2 sekund ham edi. Va endi esa do'stlar Instarda trekini eshitamiz va shuni ham aytib o'tay. Endi bu narsalar aytib o'tirishim shart emas, chunki mendan yaxshi bilasiz bu o'tgan narsalarni. Xullas, Instar bilan 2 minutlik trek topshirdi va ko'pchilik anaqa dedi. Instar yutqazdi dedi, er-yigirmachi g'alaba qozondi dedi. Instar esa davomini chiqaraman dedi, u trekda dedi. Davomi bor chunki dedi, texnически muammolar bo'lganligi uchun studiyada dedi, davomini chiqara olmay qoldim dedi. Va bilmaganlar uchun aytib o'tib ketyapman do'stlar bu narsalarni takrorlay. Er-yigirmachi esa aytdiki, bu narsadan keyin chiqargan ishing dis bo'ladi deb aytib o'tdi. Ochiqlama qilib o'tdi do'stlar. Ya'ni battle tracking davomi deb qabul qilmayman. Men buni dis deb qabul qilaman o'zimga deb aytib o'tdi. Xullas o'sha Instar esa versusda davomi dedi, ya'ni o'sha battle'da davomi deb trek topshirdi. Eshitamiz bizning kanaldan do'stlar.
Tak, The King is Back. Hayot Erigirmush shu track. Let's go. Betaqlit yetmas aql insani nomi. Men u 2 minutlik trekda ham eshitmaganman do'stlar. Trek boshi ekan. Aytib o'tishdi menga ham mana shu boshidagi 2 minut 2 sekundi o'sha Uzrab yangiliklar kanaliga topshirilgan trek ekan aslida. Endi u yerdan 2 minutini maydan 7 minutini eshitib o'tirmaymiz. Mana shu yerda o'zanla bosib o'raveramiz. Let's go. Ablushkada ham punch chiqibdi lekin. San MC Shurikka suitsid taklifim berding, no asl nomzod o'zing. 15 Nima MC Shurikka? San MC Shurikka suitsid taklifim berding, no asl nomzod o'zing. 15 yildan beri natija yo'q, ustozi nomini ko'mgan hayot. Betaqlit yetmas aql insani nomini ko'mgan o'zim tayyor. Ko'zingda yonib turgan bo'lsa qasd, vijdoningdan chiqqan o'zimda yo'qma. Domat doma, shu ham hayotmi, shu ham hayotmi yodimda yo'q. Men hayot birinchi, bu ham hayot. 23-soat, nuring o'chadi hayot. Murrat taqlid Bilat monsterda bu bilan. Bu monster bilan chista bor u bilan. Trekini eshitsang murashga ketadi ular ovozini o'zidan bilan. Domat doma, shu ham hayotmi, shu ham hayotmi yodimda yo'q. Men hayot birinchi, bu ham hayot. 23-soat, nuring o'chadi hayot. Murrat taqlid sana batalada bosib o'tgan masofani, vizuvini buzib o'tdi yoqaman bu tasagrid. Ana tomoningni men tomonga asosli kritika. Roparingda asasin krit, agar haqiqatan ham dastoyni MC bo'lganing nomi oldida sana boshingni egarmidi Green. Yoki Konsta. Nima? Green 71? Haqiqatan ham dastoyni MC bo'lganing nomi oldida sana boshingni egarmidi Green. Ha, bu anaqani aytyaptim, o'sha Instagramda bitta videosida Green chiqib olib boraga Ves anaqa komandayim bilan battle qilaman deyapmiz, shunaqa o'shani aytyapti shekilli yuzing yerga qaratmasdi agar normal MC bo'lganda deb. Shu joyini tushundim. Shu videodagi narsani aytyapti shekilli. Yoki Konsta, yoki Little Monster. Sana ustozing ma'qullagan bu new school trap, buni doim qoraladi qora do'st tenglili shon. Shunda ma'lum sallaga odat tuzatgan qo'lga tupurish. Aslida Uzbek sani xo'rladi, nushurik tomonga ocholding yo'rish xolos. Hayot 23, hayoting uchdan ikkisi novella. Ortingda yillardan ko'ra ko'proq e'tibor yeganing kaveldan. Travelman, trafeydan bol qatraminalaringni. Bu yerda endi qaysidir reperlardan yeding yo'q deyapti-da, u mavzulardan ham uzoqman do'stlar to'g'risi. Va bu boshda aytib qo'yay, bu anaqaga treklarga uncha ikir-chikirgacha e'tibor bermayman, chunki doim aytib o'tganman do'stlar, men birovga yon bosmayman. Yo bundan oldin Instarda ham trekdan eshitganmiz, versuslarni komanda battlelashganlarni ham eshitganmiz va o'shalarda o'sha joyda ham aytganman, men hech qanaqa ikkita komandaga ham yon bosmayman. Men o'zim eshitsam, nimani his qilsam o'shani aytaman deb. Bu reaksiya videosida ham shunaqa bo'ladi. Yana mavga yon bosding, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi demasligilar uchun unaqa ikir-chikirgacha ham qarab o'tirmayman to'g'risi do'stlar, chunki juda ham ko'p muammolarga sabab bo'ldi bilishim bo'yicha bu versus. Shu sababli ertaga men bu bolalarni masalan Instar bilan hay salom alaykum bor. Erigirmuch bilan endigina masalan salom alaykum qildik. Demoqchi bo'lganim prosta men bu yerda yomon ko'rinib qolmang sizlarga. Men oddiy bir reaksiya qiladigan odamman. Men hakam emasman. Birinchidan aytib qo'yay. Ya'ni men treklarni eshitib yon bosdingiz yo'q, men o'zimga yoqqani yoqdi deyman. Men bu yerda hech qanaqa hakamlik yoki unaqa bir vazifam yo'q bolalar. Ko'proq e'tibor yeganing kaveldan. Travelman, trafeydan bol qatraminalaringni chek cho'ra. Kuba sanadingmi pashtani? Qisliqma chek cho'ra, chek cho'ra, chek. Chak bular. Ayni chakib o'tirgan joyimda aytdim bular. Roq e'tibor yeganing kaveldan. Travelman, trafeydan bol qatraminalaringni chek cho'ra. Kuba sanadingmi pashtani? Qisliqma chek cho'ra, chek cho'ra, chek. Degan ko'merin o'zaring chek. Bunda ustoz bilan o'zaro jang bor. Raqibsiz battle track bor. Bad boyga dis bor. Oltin haqida rap bor. Qurbaqa haqida rap bor. E'tibor ehsonga so'ralgan track bor. Dis bor. O'zaring chek. Bunda ustoz bilan o'zaro jang bor. Raqibsiz battle track bor. Bad boyga dis bor. Oltin haqida rap bor. Qurbaqa haqida rap bor. E'tibor ehsonga so'ralgan track bor. Minorga so'kilgan rap bor. O'zbomga 50 ni tashagan chek bor. Opala bu dagi anaqa endi Erigirmuch qilgan anaqa ishlari haqida aytayapti-da. Qani erkeligi Minoram kanalida olma kalla audio yozib beribsiz.
Men IBAN uchun yozmagandirman. Uni ijodda vaqtida ko'zlaring ko'rmadi, faqat deding men. Xotira uchun bording, xotimada esa bo'lib qolding men. So'z bermassan, so'z bermassan, so'z bermassan. Oddiy emassan, sen kimdir riyassan, so'z bermassan. So'z bermassan, so'z bermassan, so'z bermassan. O'zing uchun javob beradigan o'zing emassan, so'z bermassan. Raqibning qo'llari bog'langanida u bilan jangga kirishishni istaganlar bu niyatlarga erishganlaridan keyin ham haqiqiy g'alaba hissini tuyolmaydilar. Hozirgi vaziyatda uzoq yillar mag'lubiyat alamida yongan dushmanlarimning vafodor itlari uchun g'olibsan xolos. Lekin o'zing va ularning ichida haligacha javobsiz qolgan savollar bor. Kommentda uzoq yillik iztiroblarni to'kib sochayotganlar hamda insayderlaringdan ma'lum. Butun uzrep bu sani emas, mani dushmanim. Chunki men 4 ta old school MC'ni emas, Uzrepning 2 xil laqchada so'zlashuvchi 2 alohida segmenti ustidan g'alaba qilganman. Bu Va bitta narsani aytib o'taman do'stlar, mana shu joyiga minorni fanatlari asosan Instarni yomon ko'radi va bu vaqtgacha Instar ustidan g'alaba qozonib kelgan MC'lar fanatlari ham Instardan nafratlanishadi, ya'ni yomon ko'rishadi va Hayot 23 bilan versus qilgandan keyin boyagi muammolar bo'lgandan keyin o'sha bundan Instardan nafratlanadigan hamma odamlar jamlanib 23 tarafiga o'tib ketdi. Meni anaqam bo'yicha ko'rib turgan narsam o'sha narsa ko'rindi to'g'riroq birinchi bo'lib. Demoqchi bo'lganim, mayda-chuda bu anaqa qilayotgan odamlar aslida kichkina guruh bo'lib Instarga negativlik qilayotgan odamlar aslida hammasi birlashib qolgandek hozirgi bu versusdan keyin Instarga qarshi. Xorazm ovozi West Side Jam Family Flavor. San uchun bu dark rap tomondan nakazaniya. Demanimni unutmaydi, unutmadi pakkasaniyam. Hakammassan, yemagan shaqlovchisan bezdar. Nahu haqqing bor batilda, sana talab qilib patnokasaniya. O'qigan marhum, papaku. Hammani norozi qilgan bu shaxsiyating bilan qanaqa battle punch va tafakkur. Suka, yasab mutafakkur. Menga bo'lasan xo'rak, senga yordam bera olmaydi durak. Hatto istalgan cho'rangni ruhi. Buni distiysanmi, po'xuy. Mana distiysanmi, po'xuy. Boyagi narsalarga javob aytib o'tib distiysan po'xuy. Hatto istalgan cho'rangni ruhi. Buni distiysanmi, po'xuy. Mana distiysanmi, po'xuy. Mana mensanmi, okey. Yuboraman bezviza. Kim bilan ko'rishasan? Hayotda yo'bini ko'rishasan. Menga yoqadi hammani kutirib ko'taring, achitib uzrep o'ynatib turish azartdi. Eski tekst bilan g'alaba qilgan masli. Anglatar shogirdlaring zaifligin nur hayot. Sen meni yarim kun kutolmaganing bu qo'rquv. Sen 9 minut qo'rquvingni qilding muhayyot. Bu menga yakun emas. Voy billah. Yo billah. What the fuck man? Olmaganing bu qo'rquv, sen 9 minut qo'rquvingni qilding muhayyot. Bu menga yakun emas. Men sana loloyingga Tushunishim bo'yicha endi bu xohlaganlarga xohlaganlarga battle'da davomi shaklida bir trek bo'libdi. qo'shib bitaraman sana vizuvini o'zim buzib o'tib o'zim tanlagan yo'limda keturaman. Mana g'alaba qilganman har bitta soha va har bir orbitada veteraman. Muzika san'atini hayoting bo'lsa men ikkala hayotda yediraman. Zonani hayoti bitta. Bilarda orqangda turgan bu itlar. Qaror bo'laman deyasan ko'piraman. Mani poyimda minoram sit down ey bitch. Bitta beat demo vijdoning g'alaba deb kondir. No man sana YouTube bo'ldim 5 yil oldin diktafonda. San uchun bu dark rap tomondan Oldin ham bular battle qilgan ekan, diktafon battle qilganmi bilmayman. Nakazaniya, demanimni unutmaydi, unutmadi pakkasaniyam. Hakammassan, yemagan shaqlovchisan bezdar. Nahu haqqing bor batilda, sana talab qilib patnokasaniya. Tavashi izoh berma, men haqimda undan ko'ra aytayman. Sen boshda peristik qanaqa kelgansan, qanaqa duet etmoqchi bo'lgansan, nima tema qilmoqchi, o'shalarni gapirib bergan odamlar uchun qiziqroq. Tanga rep ichida yurish uchun hali ancha bor ekan. Menga hali bor. Nasib qolamiz degan xudo xohlasa. Davay. Masana vijdoning emas, men lekin seni qiynayman. O'zbekka sana bergan insani resmiy sen emasan, insan gapir olgan insan emas. Hayot kechasi ichada rapida chikalima. Repda ketib bo'lganing xudoga yaqin. Qaytib ateist bilan pozitsiyang himoya qil. Benazirni yutding bunaqa dema uyalaxin. Bundan ko'ra kul yurib ketgan realga yaqin. Faqat isming hayot o'zing o'lgansan kul bilan. Qo'limda plis o'stirinasliging uchun kul bilan. Phoenix yonasan bugun san orqangga qo'shib achib fanatlaring zombi haterlar emas, san unga qo'shmachi. Bu qatori ham tariximdan qidirib ko'r, balkim shu trek bilan yutgandirman nechtadir MC'ni battledagi raqibdan berkitadi ko'zingda ashki Da Vinci po'xu bu qator uchun yozib chizib yuborsen ham. GMga osilibsan label in the middle lolo, mobilmi lolo yoki da Pepe lolo tarkibida. Ha, lolo. Endi tushundim. Anaqani 23 komandasi ekan.
Labeling middle lolo yoki mupil lolo. Bilib ko'r, balkim shu trek bilan yutgandirman nechtadir MC'ni battledagi raqibdan berkitadi ko'zingda ashki Da Vinci po'xu bu qator uchun yozib chizib yuborsen ham. GM'ga osilibsan labelingni middle lolo, mubimi lolo yoki da Pepe lolo tarkibida to'la lolo, ketdi-ku bo'lib, ketdi-ku lolo, so'ngra taqildingmi ko'zimdan yo'qolib bitch. Tushunmadim qayerda bu sani oqibati qani gapirgandek lolo deya ko'pir og'zing to'lib og'zi to'la o'qigan o'g'illarim sani tuqqanni chistingga tegmadim axir shunchaki alter ego. Bidarasan shubhaga chunki yuragingda liverno ehtiyot bo'lib gapirish kemasin o'zmirni ma'ni yutish uchun o'zgarib yuribsan yangi yo'lda san Rashq kemasini Uzmir nima? Uzmir nima aloqasi bor bu yerda? Uzmir nima aloqasi bor? og'zi to'la o'qigan o'g'illarim sani tuqqanni chistingga tegmadim axir shunchaki alter ego. Bidarasan shubhaga chunki yuragingda liverno ehtiyot bo'lib gapirish kemasin o'zmirni ma'ni yutish uchun o'zgarib yuribsan yangi yo'lda san otangni izlamaga san otang yangi yo'lda. O'sha joyni baribir tushunmadim. Bilganlar kamin. Mana senga flow, mana senga punch, po'xu qanaqa qabul qilsam men qilaman bash, mana auditoriyam adekvat, kommentdagi tvarlaring bidi flow, inga sarati. Mana senga flow, mana senga punch, po'xu qanaqa qabul qilsam men qilaman bash, mana auditoriyam adekvat, kommentdagi tvarlaring bidi flow, inga sarati tvar. Ancha bo'ldi Yo'q. Tirik chotga og'ayapti hozircha. battle rapda raqobat yo'qolgan butunlay. Bariga nuqta qo'ymoqchi edim, lek bugun boshqacha kunda. Battle rapdagi har bitta quloq kutadi, tretlarim belgilangan tunda. Aynan bugun 2:26 va betaqlid hakamlaring yakuni. Haligacha daraja desa ko'rsat bir tining va estetika haqida gapir qo'lingda ko'tarib olib martini bilan hamma bir tin bunga hatto bir piyoladan may ko'targan kumili esdan chiqardim internet hech qachon hech narsani unutmaydi va xona o'tmaydi agar mani do'stim yansir bo'lib ketganda yo'qolib battle'da turib olib gapirmagan bo'lardim do'stimni ko'mganim u siz nima bo'lsa-da hol ahvoli to'la bo'lsa-da ichimda gap do'stim deb hisoblasam chinakam uni xotirlab uni dushmanlariga dis yozmayman chun demagan demagin fora esingda Xorazm battle'da navichok holimda xo'rladim formadim ma bahona qanaqa darajada bo'lsang-da o'zgarmaydi bizni battle'dagi holat tupurdim stajingga gorko o'z qo'ling bilan ijoding bor kom bugun egalarman bilan battle'ga bo'lgan ajitajing qo'lshov olganing old school fast flow let's go let's get it qani bol o'qimanga o'zing ham ishonmaydigan faktlarni esdan chiqar bizga lolodagi akslarni bu cool bergan tarbiyani oqlamadilaring pepi o'lib jonim berdi qara lololaringga ham so'ngra yasab olding king baring battle'da man qoldim man bilan qoldi bu ringam kebaring Yo bilan. Bu davom etish kerak lekin bu raqobat bor. Pizdes bilan. Uzrep ham hali bunaqa narsa ko'rmadim. Men ham qanchadan beri bor. Uzrep rasman bir jonlandi bor. Yo'lib jonim berdi qara lololaringga ham so'ngra yasab olding king baring. Ya'ni bunaqa versdan demoqchiman, to'g'risi, bunaqa raqobatdan. Man qoldim man bilan qoldi bu ringam kebaring qayerdasan man bilan battle'dasan yerdasan agar battle'da Messi bo'lsang gay man endi etmayman erkak deb sana qanaqadir fizofiga afsusda har ikki fizofiga Xorazm ovoziga qarshi kelgani ketar qaytib biziga zarba mil biziga soldi Messiga uzilgan uzrepni bemaza uzrepga tuz sepdim go'yamansiz bo'lmas tasavvur rapda battle rapda qani kim etdi sana king deb cool ketib qolding yetdim Kun ketib qolding yetdim. Boshladi yana monster billat bir narsalar qilib boradi. Bilat kombayn kelyapti boru mana qilib bilasizlar. Zombilar kinolarda bo'ladi. Oldida mana tishlari bilan kombayn o'xshatgan narsa keladi. Tipa kallamni shu jonlanib ketdi. qaniki Sani yonin oladigan dushmanimiz zombilar armiyasi bilan ular menga tormiyasi bilan baho berolmaydi bolta bilan to'g'ri yasog'sa payvay o'ylasam najot qidiradi lekin mani qudratim qattiratadi kontratakada suhbatdagani mani xulosa qilolmadim men battle'ingga yetaraman butun mamlakatimman u Xorazm ovozi kumirlaringni yedirdim bo'lding norozi potensialimni o'lchash uchun pritselimga to'nqayib o'tkazma bosim demodan qilma xulosa bitta gap aytaman baring esingda qolsin man hech kimni sotmaganman bu sotgan ustozim xuddi futbolni bosib Battle bu zonada hamma o'limim Ustozini sotgan kimni sotgan R23? Ustozi kim o'zi do'stlar? Instar, leksallik emas bu. Bu zonani qiroli ekan meni Instar. Instar. Yana majna qiladi, murashkalar chiqib ketadi bilat boru bilan vokalni eshitdim. Ovoz bilan
Soxta g'alaba, reja qilingan bu o'yinlaring meni to'xtatolmaydi. 7 yildan beri to'xtamading instari yo'q qiladi endi sana yagona bu umidingni. O'zi battle muhitini ochaman ko'tingni hujumi kutili endi birinchi jam tomonidan nima uchun g'urur haqida gapirib shurik onasidan so'kkanida bila jam turadi bu nas. Вот честно, запайsiga sotgansan chestni. Yodingdami benazir bilan xotiralar yoki unutdingmi yeganingni face to face'da hayot. Uraman deb borib shunchaki ortga qaytding o'zbek. Nazarlarga haqiqat yoqmaydi lekin ekilmaydi faktura keyingiz back. Mag'olib bo'lmadim bo'ldim doim dominant. Shuning uchun o'rnimga topilmas naminam. Hater kommentlarda to'kdi mag'lubiyat alaman number 1 man. Ishonsa hatto ikkinchimassan. Yillar davomida ustingdan kuladi konstan u haligacha tayinli javob berolmading menga qonuniyatni o'qimanga loser kerak bo'lsa meni nomimga quriladi bu zonadagi hamma normativ. Meni dushmanlarim sa tomonga yig'ilgan o'ylama bu vaqtinchalik hech qachon qolmaydi abadiy. Keyingi qatorim e'tiborda tingla. Haterlarga keldi ajal. Harbiy televiziyani qabul qilaman u qaniki. Bali bu xafa qilaman sanani ham hayotdagi jonning orqasiga bekinasan. Do'st degan tushunchaga bekinasan. Tuman tomonga optimaga haytini bor. O'gani yaxshigazga xato instar muskasgan bu taqdirda ham raqslar meni o'xgaskadi. Botil bu zonada hamma o'limi mistar. Leksanlarga emas bu zonani qiroli ekan meni insta. Insta. Yeah. Это инста. Xorazm ovoz. West Side. Jam Family Flavor. Nega qanaqa bo'lsin o'tkazasan? Nima deb yozasan izohlada вообще похуй. Bizlarni to'xtatib bo'lmaydi naq. Bella budu. Ay bella. Bella pizdesidilayim bana. Chöt yedim. Mana shunaqa shoular qilish kerak bor. Mana shunaqa shoular qilish kerak. O'zi bu shou bo'pti do'stlar, bitta olib qaraganingizda to'g'risi hamda. Birinchidan u hakam yo'q ekan Temurli Battle'da. Shou yaratish kerakmidi, lekin haqiqatan zo'r narsa bo'pti. Bu yerda qozongan kishi kim aytaymi? Bu yerda g'alaba qozongan kimdir bo'ladigan bo'lsa, u ham uzrep bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Chunki anchadan beri bunaqa narsa eshitmay qo'ydik, anchadan beri bunaqa raqobat ko'rmay qo'ydik. Bu vash chotki narsa bo'ldi, to'g'ri. Mana shunaqa narsalar bo'lsa rivojlanadi-da, bor, uzrep rivojlanadi. Battle uzrepdagi battle keyingi urvinga, keyingi bosqichga chiqadi-da bunaqa narsalar bo'lsa. Men xursand bo'ldim. Ikkalasini treklari ham yoqdi do'stlar menga. Sizga qaysi birining treki yoqdi? Buni ham kommentariyga yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Albatta orasida ko'p voqealarni aytdi, ikkala MC ham bo'lib o'tgan eski narsalarni ham aytdi, hozirgi kundagi narsalarni ham aytdi. Lekin ko'p anaqalardan, voqealardan meni xabarim yo'q edi. Bo'lganda har minutda bittalab to'xtatib aytib o'tardim do'stlar. Tushunmay qolgan joylarim bo'lsa, kommentariyalarda yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Ya'ni men ham o'rganib olardim sizni bahonangizda. Prosta do'stlar ichkir-chiqirigacha qarab o'tirmadim, chunki kimgadir yon bosgan kishi bo'lib qolishdan qo'rqaman. To'g'risi men uzrepda sizlarga ming marta aytganman, hech qanaqa MC'ni fanat emasman yoki mana o MC meni kumirim yo'q demaganman. Albatta akalar bor, ukalar bor, normal MC'lar bor, tanish bilishlar bor. Ijodini hurmat qilaman do'stlar. Hammasini ham ijodini hurmat qilaman. Shu sababli do'stlar unaqa ikkita MC'ni orasiga sovuqlik tushirib, mana aytdi-da, mana qilibdi, mana aytdi-da, mana qilibdi deb qanaqadir PR uchun kerak yo'q hype qilib bu yerda birovning nomini yomonga chiqarish. Avval bu ikkita MC orasida nima bo'lib o'tganligi haqida mening umuman xabarim yo'q. Ya'ni men uchun qiziq mavzu ham emas do'stlar. Bu o'zlarining shaxsiy hayoti, shaxsiy ijodi. Xullas, gapni ko'paytirmaymiz do'stlar. Aytib o'tganimdek, berib o'tgan savollarimga kommentariyada yozib ketsangiz javob juda ham xursand bo'lardim. O'zingizni ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo tushirmang. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.